Savol: Toshkent shahrida Boylani mahallasida yer narxi necha pul turadi? Bizda aynan shu savolga javob bor. Videoni oxirigacha ko'rsanglar bilib olasizlar. Biz uyga ko'rsatish boshlaymiz. Bugungi sotuvga chiqqan xonadonimiz Boylani mahallasida bejizga yetmadim. Toshkent shahar Mirzo Ulug'bek tumani Sentral uchastkasida joylashgan. Yer narxida mana shu orqamda turgan bino sotiladi. Mana bu ashqal-dashqallari dabdala chiqayotgan joylariga qo'shib. Ko'rishingiz mumkin, hamma narsalar tayyor turibdi, lekin remonti bitmagan. Dizayn proyektlari tayyor xolisini bitirib sotishadi, xolisini shuna turishini yer narxida sotishadi. Sentral uchastkada yerlarimizning narxi informatsiya uchun, ma'lumot uchun aytib o'taman, 80, 90, 100 ming atrofida bo'ladi. Bu binoyimiz, bu xonadonimiz esa 7 sotixga tushgan. Bitta ko'rsatib o'taman, svetli hali ulanmagan, shuning uchun hamma yog'ini ko'rsatish imkoniyati yo'q. Bismillahirrohmanirrohim. Ko'rishingiz mumkin, dizaynlari juda ham chiroyli. Turetskiy formatda qilingan, tepalari ochiq, juda katta lyustrani ilib qo'ysanglar bo'ladi. Bu yerga bu yoqdan kirganda katta ayvon, bu yoqda menimcha kuxnya, o'ng qo'limizda juda ham bogatiy vid berib turadi. Chunki o'zi bogatiy mahallada turibmiz, Sentral uchastkada. Bu zonadan tepaga chiqib ketamiz va pastga podvorga tushib ketsa ham bo'ladi. To'g'riga o'tganimizda bu yoqda sanuzellarimiz ko'rishingiz mumkin. Svetli o'tmagan, hali bardak, lekin narxi shikalat bo'lganligi uchun YouTube'dagi auditoriyamizga ham ko'rsatishga qaror qildik. Bu yoqda mana panoramli eshiklarimiz, orqa hovlimizni ham ko'rib turibsizlar, juda ham kichkina emas, katta orqa hovlilarimiz ham. Bardakka umuman e'tibor bermaysizlar, bularni xolisini bitirib berishadi. Xolisini shundoqligicha olib, yer narxida bemalol o'zingizlarni na svoy vkus remont qilsanglar bo'ladi. Mana bu menimcha zalimiz bo'ladi. Endi o'zingizlar qarab, xohlaganingizcha remont qilib olasizlar. Ko'rishingiz mumkin. Cho'pli pollar qilinyapti. Pashti tayyor, shlankalari turibdi. Cho'pli pol qilib bitta stяжка qilib olsa, juda ham zo'r bo'ladi. Bu yoqda orqa hovlimiz ko'rishingiz mumkin. Tepalari yopilgan, mana bu chiroyli joylar qilib qo'ysanglar bo'ladi. Letniy kuxnyalarni ham qilib qo'ysanglar bo'ladi. Na svoy vkus chiroyli qilib hammasini. Videomiz yoqqan bo'lsa, like bosish, komment yozish esingizdan chiqmasin. Bunaqa eksklyuziv uylar faqat Milliy Realtor kanalida bo'ladi. Endi sal qorong'iroq bo'lsa ham, sal opasniyroq bo'lsa ham, sizlar uchun tepa qavatlarni ham ko'rsatib o'taman. Zinadan chiqqanimizda mana armaturali qoqilgan tepa qavatimizda полностью теплый pol bitgan, теплый polni shlanklari o'tgan. Bitta stяжка qilasizlar. Mana bu yoq ochuv, ko'rishingiz mumkin. Mana mana shu yoqqa bitta lyustra ilasizlar. Mana bu yoqqa bitta zaborga o'xshagan narsa qilasizlar, chiroyli qilib. Bu yoqda xonamiz. Derazalari ham juda ham chiroyli, antikvarniy qilingan. Mana bu yoqda shu batareykalarni ham qo'yib qo'yishibdi. Gaz, suv, svet hech nimadan bu yerda muammo yo'q. Bu narsani aytish ham shart emas bu yerda, chunki Toshkentni eng shu boylari, bitib ketgan boylari, eski boylari yashaydigan mahalla Sentral uchastki. 7 sotix 600 kvadrat metrdan iborat. Ko'rib turibsizlar, bu menimcha ota-onalar yotoqxonasi, garderobniy, sanuzel, hamma narsalari bor. Bu yoqda bo'lsa terrasamiz. Uyni ko'rdinglar, remonti hali bitmagan. Hamma xonalarni ko'rsatmadim, podvolni ko'rsatmadim. Shu yerda videomizni yakunlaymiz. Mahallaga e'tibor beringlar. Mahallada hamma uylar juda ham chiroyli, viqorli, juda ham boylarning mahallasi. Lekin unaqa osmono'par narxlarga emas, eshitsangiz qo'rqib ketmaydigan narxlarga, yer narxida 7 sotix 600 kvadrat metr binosi bor. Dizayn proyektlari hammasi tayyor. Xohlasangiz qurib bitirib berishadi, lekin shundoq turishini atigi 650 ming dollarga sotib olsanglar bo'ladi. Sotib olsanglar endi YouTube'da bemalol gapirsam bo'ladi, Instagramda tez gapirganman. Bu uy biza orqali sotilsa, hech qaysi realtor hali qilmagan proyektni boshlaganmiz, aksiyani bilasizlar. Aksiyamiz asosida 5 ta iPhone 17 Pro Max. Instagram orqali faqat YouTube'da bizani kuzatayotganlar hozirroq Instagramga o'tib podpiska tashlashni unutmanglar. Bizani kuzatib boringlar. Shartlarimiz juda ham oson. Faqatgina obuna bo'lgan bo'lishingiz kerak, like bosgan bo'lishingiz kerak, kommentariyani banglab tashlagan bo'lishingiz kerak va repost qilgan bo'lishingiz kerak.
shularni hammasini tekshirib, haqqoniy ochuvchasiga rostdan borib iPhone 17 Pro Max'ni beramiz. 5 ta odamga. Ko'p emas, kam emas, 5 ta odamga. Mana shu uyimiz Milliy Realtor orqali sotilsa, hech qaysi realtor qilmagan olamshumul aksiya. Bizani kuzatishda davom eting. Uy yoqqan bo'lsa, like bosish esingizdan chiqmasin. Sog' bo'ling, salomat bo'ling. Ko'rishamiz.